Dünya Uyghur Qurultayı Kanada'nın bir qism parlament a'zolari va Norvegiya Liberal partiyasi rahbari tarafidan 2023-yillik Nobel tinchlik mukofoti nomzodligi ko'rsatildi. Amerika ovozining 8 martdagi xabarda qayd qilinishicha, markaziy Germaniyada bo'lgan Dünya Uyghur Qurultayı Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik qilmishi qarshi xalqaro jamiyatning diqqatini tortishga ko'rsatgan tirishchanliklari uchun 2023-yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlik ko'rsatilgan. Dünya Uyghur Qurultayı'nın namzatlık ko'rsatuvchilar Kanada parlament a'zolaridan Samir Zubari, Alex Bronli Dospi ve Norvegiya Liberal partiyasining yoshlar qanoti rahbari Anbervik qatorliqlar ekan. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın İqtisadi, İctimai ve Medeniyet Hukuk Komiteti 6 Mart ilan qilgan bir dokladida Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligini to'xtatishga chaqirdi. Mazkur komitet Birleşken Devletler Teşkilatı'nın başqurush tavallikidagi komitet bo'lib, a'zolari 18 nafar mustaqil mutaxassisdan tashkillangan. Komitet iqtisod, ijtimoiy va madaniyat huquq to'g'risidagi xalqaro ahdnomaning ijro qilinish ahvolini nazorat qiladi ekan. Dokladda yana Xitoyning emgak huquqi, dinga e'tiqod qilganlarning madaniyatining ko'p xillikni qo'g'dashga va kishilik huquq ahvolini nazorat qilishni yo'l qo'yishga chaqirgan. Xabar qilinishicha, Xi Jinping atalmış mamlakatlik xalq qurultayining yig'inida 3-qitim davlat raisligiga saylangan tunji Xitoy rahbari bo'lgan. Egilishicha, Xitoy Kompartiyasining buyruqlarini ijro qilishdan boshqa amaliy roli bo'lmagan Xitoy mamlakatlik xalq qurultayi Xi Jinpingning 3-qitim davlat boshlig'i bo'lish salohiyatini birdek tasdiqlagan. Oktabrda Xitoy Kompartiyasining qurultayida Xining partiya va armiyaning rahbari bo'lib, yana 5 yil saylanishi bu qarorga yo'l ochgan edi. Çarşamba günü e'lon qilingan Amerika axborot jamiyati yillik tahdidini baholash dokladida Xitoyning xalqarodagi hukmronlikni qo'g'lishi va klimat o'zgarishi elib kelgan aniqsiz muhitning Amerika va uning ittifoqdoshlari uchun murakkab va intayin muhim bo'lgan xalqaro bexatarlik muhiti yaratadiganligi ta'kidlangan. Yillik doklad çarşamba günü etiganda Amerika Kengash palatasi axborot komiteti oldida davlatlik axborot direktori Avril Haines, FBI'ning mudiri Christopher Wray va boshqa yuqori darajali axborot rahbarlarining bayonotidan burun e'lon qilingan. Xabar qilinishicha, Germaniyaning Hamburgdagi bir cherkovda yuz bergan qurolli hujumda dastlabki uchurlarga qaraganda 7 odam o'lgan. Saqchi doiralari nurg'un kishining yaralanishiga sabab bo'lgan bu hujumni ochiqlanish keltirib chiqargan hujum deb qaragan. Xitoy poytaxti Beyjingda tartilgan Sin qisqa vaqt ichida ijtimoiy aloqa torining kun tartibiga aylandi. Qurtlarning mashina va ko'chalarning ustini qoplaganligi ko'rildi. Xitoy doiralari voqeaning sababini tekshirayotganligini bayon qilish bilan bir vaqtda Beyjing aholilarini qurut yomg'irga qarshi kunlik ishlatishga chaqirdi.